Dostlar, hozir siz Tatariston Respublikasining asıl тавışlarini eshitasiz. Vaqt kelib jetdi. Bu mezgil nihayat. Hem oldagi shirisda aytgan edim betalim, qonaqlarning birisining birda kelgani yo'q shekilli. Men xatirlamayman, balki unutganmandir. Ham shunda o'ylab qo'ydim. Ali Yoriy 27-sentyabrda bu yil 50 yosh to'ldi. U afandiga kelmaganda bo'lar edi. Hurmatli do'stlar, radio tomoshabinlar, bizda qonaqda G'aliyaskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatri aktyorlari, Tataristonning ot qozongan artistlari Elnur Zakirov ham Ramil Vajiyev. Xayrli erta. Xayrli erta. Xayrli erta esanmisiz? To'g'ri, bek qirq ham jiddiygina bo'ldi. Siz erkan har vaqt shunday jiddiymi? Biz umuman seryoz kishilar. Ansi deriz. Ishondirmadingiz hali. Ya, nechik hallaringiz, nechik bora turmushlar, ijodlar? Allohga shukr, haybatkina. Allohga shukr, haybatkina. Ramil abun so'zini davom etib, yangi spektakl bizga premyeraga hozirlanib yotamiz. Irqay Zaydulla asari bo'yicha. Endi Xon ham shoir piyesasi bo'yicha. Aytag'iz, onun haqida birozgina so'ngroq. Yangi sezonni boshlab jiberdik bit endi. Sizilami, yangi sezon uzgan yilgi bilan ayrilmalı bulaşakmı? Ertalab boshlanuvi nechik ta'sir etdi? Sürprizlari bulaşakmı? Ayırmalı bo'laroq degandan endi bizning o'zingiz bilasiz, avgustda ochildi. O'zi bizga da birozgina yo'l yetmadi. Olay deb aytmasin men Rustam. Nechikdir oldin boshlangan ayber baribir xoliq bilan ko'proq biz bilan hozir boshtaroq bitindi. Boshqa yillarda biz oktyabrda, sentyabrda ochila turgan edik. Endi avgustda olsak 2 oy xoliq bilan ko'proq bo'lamiz. Allohga shukr, tomoshachilarimiz da bizni ko'proq ko'radigan so'z. Ham endi yangi sezonda da premyeralarimiz oldin ishga chiqqanga ko'ra ko'proq bo'lar deb ishonib qolamiz. Ramil efendi. Shunday ishim tinish ham jetdik ko'ramiz. Uchrashuvimizning tub sababchisi siz bit endi. Men? Hem siz buni bilmaydingiz buni hali. Hem tub ma'lumotiy sababga ko'chgancha biroz yengilroq so'rov berasiz kelar. Sizdirami illa? Sizdira shu. Nechik sizdira u? Bishkan olma, nolga bishkan. Bilasizmi, nechik sizdira deb. Bishkan ol deb aytar edim endi. Albatta endi 30 yoshga biroz yashar bo'lsang balki yaxshiroq bo'lar edi, ko'proq natijalar yasay boshlaysan endi shu 50 ga jetgach ko'p narsalar ishlarga ulgurilgan, narsa ulgurilmagan shular. Ishlarga narsalar ulgurgansizdir, ulgurmagansizdir. Tek shulayda biz yoshlar deb aytaygali. Sizning tavushingizni tinglab, sizning shu turli filmlarni tatarchaga tarjima etganini o'z tavushingiz bilan tavishlantiruvdan biz endi sizni ko'pdan bilamiz, ham siz birda o'zgarmaysiz. 50 yoshingiz to'lami sizga, 35 yoshmi bizga baribir. Mana nindi bor edi, u shunday birda o'zgarmaydi. Balki uning siri da bordir. Ansoning kelasi chiqishda ochiqlarimiz.